To'lqin Zakirovich ham sizga juda katta salomlarini yo'llagan va undan tashqari mana shu o'zbek bitta shiorimiz bor. Bizga turist kerak emas, bizga ish beradigan professorlar kerak. Shuning uchun bu yerdagi hamkorlik qilsa juda katta baza bor. Shundan foydalanib, manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish kerak deb o'ylayman va sizlar nomingizdan ham o'zimiz nomimizdan butun o'zbek qardoshlarimiz nomidan turkiyalik qardoshlarimizga bu mehr uchun, bu e'tibor uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Sizga tashakkurlar. Katta rahmat bu yaxshi so'zlar uchun. Shunday bir yaxshi dasturlar amalga oshirilyaptiki, bu bilan davlatlar o'zini bir-birini kadrlarni almashish bilan o'z sohasini ham yana rivojiga hissa qo'shyapti. Bu bilan mana yoshlarimiz ichida 1-kursdan 4-kursgacha har xil yo'nalishda, mana moliya iqtisodiyot yo'nalishida kelgan bo'lsa, ular sizlarda berilayotgan ilmlarni o'rganib, o'zidagi borini almashinib, ya'ni almashinuv natijasida o'ylaymizki, keyingi bosqichlarga chiqamiz. Merhabalar, ben Mama Yusupova Şahina Ulug'bek kızı. Taşkent Devletin İktisadi Üniversitesi'nden geldim ve Balıkesir Üniversitesi'ni biz çok beğendik. Biz 12 gün boyunca derslere katıldık ve gezilerde katıldık, turlara katıldık ve her hocayı çok beğendik. Biz sizlere özellikle teşekkür ederiz ve bize verdiğiniz her destek bizim için çok motivasyon oldu ve hocaların dersleri bizim için çok informasyon oldu. Ben inanıyorum ki gelecekte bundan değişim programları daha çok olacak ve bizim kardeşliğimiz daha ileri gidecek. Assalomu alaykum. Men ismim Asmoradilov Asadbek, Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetining O'zbekiston Respublikasi Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetining Jahon salohiyati va xalqaro iqtisodiy munosabatlar talabasiman. Bosh talabasiman. Birinchi kurs bosh talabasiman va biz Balıkesir shahridagi Balıkesir universitetiga tashrif buyurdik va darslarga qatnadik. Ben Murajanov Asadbek, Taşkent Devletin İktisadi Üniversitesi'nden geldim ve Balıkesir şehrine geldim ve burayı çok beğendim. Üniversitenin derslerine katıldık ve her şey çok güzel oldu. Ve bizde yo'q narsalarni biz shu yerda bilib oldik va o'zimizga ancha vaqtlarga yozib oldik. Burada çok şey öğrendik ve bizim için tecrübe oldu. Teşekkür ederiz. Men Maqsudov Bunyod O'zbekiston davlatidagi Toshkent davlat iqtisodiyot universitetidan talabalarimiz bilan keldik, ya'ni Balıkesir universitetiga akademik almashinuv uchun. Ben Maqsudov Bunyod, Özbekistan'dan Toshkent Devlet İktisadi Üniversitesi'nden geldik öğrencilerle. Dars jarayonlariga talabalarimiz bilan birga qatnashdik. Darslarni juda ham bilimli, juda ham mahoratli bo'lgan ustozlar olib bordi va u dars jarayonlaridan biz o'zimizga ko'p narsalarni oldik. Biz öğrencilerle derslere katıldık ve o derslerden çok şeyler aldık, çok bilimler ve çok şeyleri öğrendik. Shu o'tgan 12 kunlik akademik almashinuv dasturida bizga yaqindan yordam bergan barcha ustozlarga va talabalarga o'z minnatdorchiligimizni bildiraman va universitet rektoriga, Balıkesir universitet rektoriga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.
12 günlük değişim programı bizim için çok güzel oldu ve çok beğendik. Ve bizlere yardım eden tüm hocalara ve özellikle rektörümüze teşekkürler ediyoruz. Yaxshi yo'lingiz bo'lsin, oq yo'llar bo'lsin sizlarga. Ko'rishamiz, Xudo xolisa O'zbekistonda yoki Turkiyada yangilab ko'rishamiz.